startup va investorlar uchun nega investor birinchi bo'lib patentni so'raydi? Patent investor uchun 4 ta signal hisoblanadi. Bu yerda o'zi menga berilgan informatsiya bo'yicha investorlar bo'ladi, startuplar bo'ladi degan nima bo'ladi. Shu uchun shunaqa slayd qilganmiz. Raqobat tuzog'i yirik kompaniya g'oyangizni ko'rib, ertasiga nusxa ko'chira olmaydi. Bu sizga vaqt yutishga yordam beradi. Mana bu Joy kinosida parcha keltirdik-ku rasm. O'shanda shunaqa holat bo'lgan. O'shanga shu misol keltirilgan. Ya'ni patentingiz bo'lishi. Egalik dalili g'oya rasman sizniki, sheriklar o'rtasidagi o'zaro nizoda va sherikchilik tugashi jarayonda sizga foydaga ishlaydi. Keyingisi baholanadigan aktiv. Patent kompaniya qiymatini oshiradi, investorni ko'proq sarmoya tikishga, lekin kamroq ulushga ko'ndirishga erishasiz. Patent investorning riskini kamaytiradi, risk kamaysa baho oshadi, baho oshsa xuddi shu pul uchun kamroq ulush berasiz. Daromad imkoniyati, patentni pullash imkoniyati. Google Motorola'ni 12.5 milliard dollarga asosan 17 mingta patenti uchun olgan. Ya'ni kompaniya o'lsa ham patent moliyaviy aktiv hisoblanadi. Ya'ni Motorola degan kompaniya bor edi, hozirda bor bo'lsa kerak, lekin unaqa nima emas, mashhur yoki asosiy kurashuvchi emas bozorda. Lekin Google aynan uni patentlari mavjud ekanligi uchun undan shu qiymat evaziga sotib olgan. Bizda patent yo'q desangiz, investitsiya bitimi to'xtatilishi mumkin. Investitsiyaning har tomonlama tekshiruv bosqichida intellektual mulk albatta tekshiriladi. Himoya bo'lmasa biznes bahosi tushadi. Patent guvohnomasi borligi grant va startup to'lovlarida ham qo'shimcha imtiyoz olinishiga sabab bo'lishi mumkin. Patent loyihaning eng boshida rejalashtiring patentni va uni ommaga oshkor qilishdan oldin qo'lga kiriting.